Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz ayni damda Sultonmurod akajonimiz bilan bog'lanishimiz kerak edi. Sultonmurod, siz so'rayapti bolam. Sen alo de. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz ayni damda Sultonmurod akajonimiz bilan bog'landikmi? Ha? Istar edim dunyoda faqat baxtli hayot sizga yor bo'lsin. Boqib turgan shahlo ko'zingiz yana ming bor bahorni ko'rsin. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Arzuysiz bundanda ko'plariga birozgina qimmatli vaqtingizni olsam, maylimi? Ha? Avvalambor o'zimni tanishtirib o'tay. Ayni damda sizga qo'ng'iroq qilayotgan inson tug'ilgan kun tabriklari loyihasining boshlovchisi bo'laman. Bugun bizning loyihamizga sizni tavallud ayyomingiz munosabati bilan yaqinlaringizdan ajoyib tabrik to'la maktublar yetib kelgan. Ijozatingiz bilan maktubni o'qib eshitirsam. Ha. Maktubni o'qishdan oldin sizga bir savol bersam, nima deb o'ylaysiz? Bugungi shukrona kuningizda mana shunday o'zgacha tarzda tabrik yo'llagan yaqin insoningiz kim bo'lishi mumkin? O'rtog'im bo'ladi. Oyijonim bilan. Albatta, bugungi tilaklarga barcha yaqinlaringiz ham qo'shilib qoladilar. Siz adashmadingiz. Sizni bugun tabriklash maqsadida dadajoningiz Sunnatulla aka, buvijoningiz Muhabbat opa, Janar ayangiz, bobojoningiz Doniyor aka, akangiz Odilbek, buvijoningiz Ahmadjon aka, buvijoningiz Marhamat opa, tog'alaringiz Farhod aka, Furqat aka, Odilbek aka, xolalaringiz Kinayingiz Gulmiraxon, Nasibaxon, Arinaxon, Tursunoyxon, pochchangiz Ilhom aka, opachalaringiz Kamolaxon, Nafosatxon, Odinaxon, jiyanlaringiz Farruxbek, Madina, Shukrona, Ilmira, Husniya, Islombek, Ibrohim va barcha yaqinlaringiz nomidan sizni dunyolarcha yaxshi ko'radigan volidai muhtaramangiz, onajoningiz Nazokatxon opa maktub yo'llagan ekanlar. Marhamat, ularning siz uchun atalgan ajoyib dilizxorlari, mehrga to'la maktublari mavjud. O'qishni boshladim. Joni dilingiz bilan tinglaysizmi? Ha. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan mehribonim, jonim o'g'lim. Bugungi tavallud ayyoming, shukrona kunlaring muborak bo'lsin. Ilohim o'ylagan barcha orzu istaklaring ijobat bo'lsin. Hayot so'qmoqlarda hech qachon qoqilmagin. Jonim bolam, bir umrga baxtli, saodatli bo'lishingni Allohimdan so'rab qolaman. Mehribonim, jonim o'g'lim, oilamizning baxtiga doimo sog' salomat, sho'x-shodon bo'lib yurgin. Seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Seni yaxshi ko'rguvchi insonlar hamisha atrofingda jamul-jam bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yurgin. Senga hech kim yeta olmaydigan baxtlarni tilab qolaman. Hayot yo'lida hech qachon qoqilmagin jonim bolam. Mehribonim, hech qachon unutma, men seni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Ko'zlarim xiralashsa, ko'zlarim nuri sensan. Bellarim quvvatdan qolsa, quvvat berguvchi madorim sensan. Bir kun kelib umr sahifam tugab nihoyasiga yetib, bu dunyolardan o'tar bo'lsam, shuni unutmaginki jonim bolam. Bu hayotdagi men yashab o'tgan hayot daftarimning eng yorqin varaqlaridan biri sensan. Seni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Boringga shukr jonim bolam. Umringizdan sermazmun bo'lsin jonim o'g'lim. Bu hayotda shunday baxtli inson bo'lginki, baxtdan zerikib qochib, omadga qoqilgin. Quvonchga tayanib turganda shodlik so'qmoqlaridan asta-asta yurgin. Charchaganda mehr chashmasidan suv ichib, hayot yo'lida xursand va xushnud davom etgin. Baxt, omad seni aslo tark etmasin. Mehribonim, jonim o'g'lim, seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Asrayman har bir soch tolalarini, yuragimga yutib nolalarini. Ularsiz men uchun dunyo qorong'u. Allohim asragin bolalarimni. Gohida ishimdan ortmay qolaman, shirin diydoriga to'ymay qolaman. Gohida sog'inib o'yga tolaman. Allohim asragin bolalarimni. Orzuyim, umidim shulardan axir. Guldek farzand bilan siyladi taqdir. Ularning kamolin ko'rishlik bu baxtdir. Allohim asragin bolalarimni deya ushbu go'zal she'riy misralar go'zal niyatlar bilan o'z dilizxorlariga yakun yasablar onajoningiz.
Ayni damda g'oyibona suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Marhamat, sizning ham onajoningizga ayta olmagan dil so'zlaringiz bo'lsa, shu fursatdan foydalanib yo'llashingiz mumkin. Hop. Onajoningizga aytmoqchi bo'lgan so'zlaringizni aytishingiz mumkin. Topdim shu, rahmat. Ilohim barcha orzu-istaklaringiz amalga oshsin, hech qachon ham alam sizga yaqin yo'lamasin. Biz ham sizni ijodiy guruhimiz nomidan chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Ilohim bunday yoshlarni ko'pini ko'rib, hamisha yaqinlaringiz ardog'ida bo'lib yuring. Hop. Biz uchun vaqtingizni ayamay tinglaganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Shukrona kuningizni yaxshi o'tkazib oling. Sizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Ushbu go'zal taronamiz esa mehribon onajoningiz nomidan siz uchun maxsus tayyorlangan. Marhamat. Rahmat. Orzularing bilan oy quyoshdasan. Mana bolam sen bugun 4 yoshdasan. Orzularing bilan oy quyoshdasan. Ko'zlarim unchog'im aytgin sen menga. Hadimay katta bo'lsang kim bo'lasan? Ko'zlarim unchog'im aytgin sen menga. Hadimay katta bo'lsang kim bo'lasan? Kim bo'lsang ham bo'lajon, avvalo inson bo'lgin. Men va otang har on dardiga darmon bo'lgin. Kim bo'lsang ham bo'lajon, avvalo inson